Ko'pchilik abituriyentlar qiynaladigan kasalliklardan yana bittasi bu tug'ma yaqinni ko'rish va tug'ma uzoqni ko'rish hisoblanadi. Normada ko'z soqqasi normal tuzilganda shoh parda, gavhar sindirib to'rt pardada tasvirni akslantirib berishi kerak. Lekin tug'ma yaqinni ko'radigan odamlarda ko'z soqqasi normaga nisbatan cho'ziq bo'ladi. Natijada bunday odamlar uzoqqa qaraganda tasvir to'rt pardadan oldinda hosil bo'ladi. Bunday kasallarni davolash uchun biz ikki tomoni botiq bo'lgan linzani taqsak, u ko'z to'rt pardada akslantiradi, norma bo'ladi. Endi tug'ma uzoqni ko'radigan odamlarning ko'z soqqasi normaga nisbatan qisqa bo'ladi. Shuning uchun bunday odamlar yaqinga qaraganda tasvir to'rt pardadan keyinda hosil bo'ladi. Bunday odamlarni davolash uchun ikki tomoni qavariq bo'lgan linza taqish tavsiya etiladi. Natijada shu tasvir to'rt pardada akslanadi-da, bu kasallik davolanadi.